Mana tayyor holatga kelgan eshiklerimizdan ko'rishingiz mumkin. Endi 08li MDF'larda bo'lgan qalinliklari, eshikli qalinliklari to'g'ri bitgan. Ochilib yopilishlari o'tdi, cho'qchi o'tdi. Mana qana. Shundan oshmoqlar qo'yilgan, oynalar gelmaydi, ardongidek. Borib o'rnatib, yana bir qator obzorlarni qilib, videolar tashlaymiz. Mana bu yoqda laksiyat jarayonlari bo'lyapti bularga. Endi tayyorlanayotganlari. O'tgan lahlar tepilyapti, kumush so'ligi sabab saharda set qolyapmiz. Mana ma'tuviylardan sepilgan mana. Bularni ham qator bitkizib, egalari yo borib ustanib jarayonlaridan videolar qilib tayyorlaymiz. Bittadan like podpisatga qo'ng'illab turasizlar. Kanalimiz bor uchun shuni ishlar kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz ekran pastiga. Rahmat hammaga.